Здравствуйте, меня зовут Чаулева Бибинур. Я живу в Кашкаджаре. И это меня махалли называется Нуравшон. Я это пришла в лагере Yosh Alangasi. Vatan, bu mening uyim. Dadam va oyim issiqqina nur taratib turgan quyosh. Bizga vatan haqida rasm chizishni aytishganda, biz hammamiz o'zimizga yoqqan rasmlar chizishni boshladik. Kitob o'qigan bola 10 ta televizor ko'rgan bolani boshqarar ekan. Nasib bo'lsa siz juda ko'p kitob o'qib, O'zbekistonimizga kerakli zarur mutaxassislar bo'lib voyaga yetasizlar. Kitobga muhabbatni yanada kuchaytiramiz. Oromgohimizda tashkil etilgan eng yaxshi kitobxon o'quvchi tanlovi Chinakam bilimlar bellashuviga aylandi. Tanlov davomida bolajonlarimizning nafaqat badiiy asarni o'qiganligi, balki uning mazmun mohiyatini teran anglab, tahlil qila olish qobiliyati bizni yanada quvontirdi. Dam oluvchilarimizning har bir ishtirokchining ko'zidagi kitobga bo'lgan mehr, chinakam bilimi bizni juda ham quvontirdi. Tanlovda faol ishtirok etgan va g'olib bo'lgan o'quvchilarimizni, dam oluvchilarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bular bizning barcha tengdoshlariga o'rnak bo'la oladigan haqiqiy zakovat, bilim egalaridir. Bunday tanlovlar yurtimizda kitobxon avlodning voyaga yetishda ulkan poydevor bo'lib xizmat qiladi.